Salom hammaga qizlarjonlar. Hosla bilan salonimdagi va uyimdagi kosmetikalarini haqida qisqacha ma'lumot berib o'tkaman. Xo'p, qaranglar, bu yuz uchun toner, baza, ya'ni mana bular sotiladi. Shuning uchun sizlarga ochib ko'rsatib bera olmayman. Lekin bu sotuvda bor. Xuddi shunaqa har xil rangli chiqadi. Qaranglar, mana bu rangga tugasa bu chiqadi, bu tugasa bu chiqadi. Shunaqa har xil. Mana 50%. Xo'p, bu yuz uchun krem. Ya'ni pudra o'rnida ishlasa ham bo'laveradi. Hop, endi bu cho'milgandan keyin badanga surtiladi. Lekin qizlar, hidiga gap yo'q. Hop, endi bu har doim qo'shin terib yuradigan qizlar uchun men ya'ni maslahat beraman. Chunki bu eng zo'ri. O'zi ichida bitta shunaqa chiqadi, qaranglar. Mana. Buni men ishlatib yuraman. Bu uyda yo'q, nalichida salonimda bor, lekin uyimda hozir o'zim ishlatayotganim bor. Qaranglar. Mana. Bunaqa bo'ladi. Bizdan mana bunaqa bitta kistechka nabor xarid qilasiz, ichidan pudralari, har xil narsalar chiqadi. Atigi 13 ming so'm. Va men bunisida qosh taraydiganida shundan ozgina olib, qoshingizga surtasiz, ishoning 24 soat qoshingizni qatirib qo'yadi. Mana bunaqa murmur. Bu febrilik mahsuloti. Xo'p, buni aytsanglar o'zim zakaz qilib beraman. Bu salonimda yo'q. Hidiga вообще просто vau. Bu esa ikkita jajjigina CC krem. Lacor brendidan. Ishoninglar, yuzingizda silliq yopib beradi va oppoq qilib qo'yadi. Va bu hamma maqtayotgan o'sha Sky. Qaranglar. Bu yog'ini. Endi esa bu yog'ini qaranglar. 3 qalamni yaxshi ko'radiganlar bo'ladi-yu. Mana. Agar bundan ham uchli xohlasanglar, sizlarga ko'rsataman. Bu nima deyapti? Bo'ladimi? Hammasi salonda bor. Mana bu. Hop, endi bu o'sha hamma maqtayotgan va eng zo'r atir. Qaranglar, bu upakovkalarini qaranglar. Mary Kay. Hidiga gap bo'lishi mumkin emas, qizlar. Wow, hidi bahorni eslatyapti. Xo'p, qaranglar, endi bu qosh uchun chizadigan, qoshini har doim bo'yab yuradigan qizlar bo'ladi. O'shlar uchun bu. Mana, qop-qora. Bu esa qo'l uchun krem. Qo'lini asrab avaylab yuradigan qizlar bo'ladi-yu, shular uchun. Bu jiddiy ko'rinishi va qimmat bo'lishi mumkin sizlar uchun, lekin bu qo'linglar uchun juda ham foydali. Ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizga obuna bo'lib, kanalimizga o'tib olinglar.